Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. 4 metrga 330 bo'lgan bu darvozamiz 10 million 200 ming so'mga olib kelib o'rnatildi. 1 kvadrat metri 750 ming so'mdan olib kelib o'rnatildi. Darvozamizda materiallari haqida ma'lumot berib o'tsak, stoykalari 10 ga 10 profil bo'ldi. 2 lik stenada. Taglari shiviller 10 ga 5 shiviller bo'ldi. Profillari 6 ga 4 1,5 lik stenada. Listlari 1,3 lik listda bo'ldi. Juda chiroyli holda o'rnadi. 1 kvadrat metri 750 ming so'mdan olib kelib o'rnatdik. Zamoklar har doim o'rnatiladigan o'sha zubr zamok. Orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, orqalari ham tekis, plotniy bo'lib juda chiroyli holda o'rnadi. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring, like tugmachasini bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Hurmatli aka-ukalar, doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.